kelibsizlar. Bizni xonadonimizga kelgani uchun katta rahmat. Amin. Mana shu kichkina qushlar orqali kimdir qayerda yurgan odamlar bir-birimizga yaqin bo'lib, Amin. shunchalik mana bir joyda choy ichib, bitta nonni sindirib yeb o'tirgan Allohga o'ziga shukr. Amin. Bundan buyog'iga Xudo o'zi hammamizni omadimizni berib, qushlarimiz yaxshi qushlar bo'lib sayraydigan qilishga hammamizni umrimizni uzoq qilsin. Shular orqali bir-birimizni qadr qimmatimizni zo'r bo'lsin. Allohu akbar. Chiroyli gap bilmayman. Salom. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qush ishqibozlari, mana bugun Ali klub a'zolari bilan Mahmud odamizni yonlariga keldik. Aytganimizdek, shu tarixiy videolarni va yaxshi qushni suyib boquvchi insonlarni yo'qlash vazifalari bilan mana Mahmud odam bilan shu necha yoshingizdan qush boqishlarni boshlagansiz? Ya'ni qushlar turi ko'p to'g'ri, lekin bizning yo'nalishimiz afsonchilik nabiyev trayin sayroq qushlar. Shu yaxshi qushlarni O'zbekistonga kirib kelishi va nechinchi yildan boshlangan, qanaqa holatlarda o'tgan shu hozirgi kunda va bundan keyingi ishqibozlarga bir tarixiy video bo'lsin deb keldik. O'zi asli men lochinvoz insonlar bolasi. Bizni dodalarimiz, adamlar, adasi ham shu qushlar, yovvoyi qushlar bilan, qishning qushlar bilan boqib o'qilib yurgan odam bo'lgan. Keyinchalik endi sayroq qushlarga adamlar bedanaga o'tgandan keyin har bir qushlar ovoziga men ham ahamiyat qiladigan bo'lib qolganman. Lekin vaqti qanday ekanini ko'rardim-ku, men bunga ishqiboz bo'lmaganman. Vaqt taqozosi bilan vodiyda men tug'ilganman, Toshkentda voyaga yetdim. Toshkentda men ko'p yaxshi insonlardan dars olganman, yaxshilik to'g'risida. Yoshligimda kelganman, bu yerda chala qarindoshlar bo'lgan. O'zimni oldimga qo'ygan maqsad bor edi. Bu maqsad o'zi asli lochinvozlar to'g'risida edi. O'shaning uchun universitetda geologiya fakultetida o'qib, shu tog'lardagi lochinlarning uylarini ko'raman degan maqsadda o'qiganman. Bir kun shu o'qishlar bitgandan keyin Muqimiy ko'chasida bitta oq qush ushlab olganman. 74-yili. Vaqtini kanalga to'g'risida 0 edim. Oq chumchuq ekan deb ushladim deb. U ham yosh jo'jasi ekan. O't bilan bunday tashladim, bosib qoldi, ushladim. Uyga borib tovarani tegib qo'yib qo'ydi-da, ish ketyapti. O bir necha yil o'tgandan keyin universitetdan ham diplomlar qo'lda. Shu bilan bu 74-yilni avgust oylari edi. Shu yuragim jaz etdi-da shunda, oq chumchuqni ko'rdim. U kanariyga ekan, chumchuq emas ekan. U bilsam keyin o'sha atrofimizda bitta Yakub Matveyevich degan juda ishqiboz, jugut odam bor. Shuni qushlar uchib ketgan ekan. Jugut deydi, o'zbek deydi. To'g'risida men o'zbek desa xursand bo'laman, jugut. Keyin nima bo'ldi? U samka ekan, men uni bilmaganman. Sayraydim, boqdim, bir necha boqdim. Keyin magazinlarga kirib eshitadigan bo'ldi. O'sha vaqtda 25 so'm, 20 so'm, 30 so'mcha edi kanal. Keyin tezakopkaga o'rgandim. Sekin-sekin kimda yaxshi qush borligini, kimlar Moskvadan olib kelishini, uni qayerdan kelishini oldin bilmaganman-ku. Men faqat lochinlar, qarchig'aylar, burgutlarni bilganman. Keyin shu tezakop orqali bozor bor edi, hamma bilsa kerak. O'shdan kim o'qishi yaxshi, kimda bor, keyin konkursni o'tkazar ekan, uni ham bilib oldim. Maksim Gorkiy degan park bor, hozirgi hokimiyat o'rnida, shahar hokimiyati bo'ldi. Keyin Park Telman degan joy bor edi, o'sha yerda konkurs o'tkazar ekan. Xullas kalom shunday qilib 4 yilcha men moda kanalga boqdim. Hammasi beradi menga, malodoy mana senga deb. Ben 1 yil boqaman, u moda bo'lar ekan. Oxiri sayrab turganini olib, ana undan keyin haqiqiy kanalga ovozini eshitganman.
Ungacha bozorga borib eshitaverardim-da, uyimda yo'q edi. Chik-chik turardi samkalar. Shunday qilib 74-yildan beri 5 yil shunday o'tib ketdi-da, keyin magazindan bitta sayrab turgan 24 so'mga olganman. Buni Dani aytish kerak edi. Farxatskiy deydi, Raya degan ayol kishi sotardi. Farxatskiyni hamma biladi yoshlardan. Zo'rg'a yarim 24 so'mga olganman. Olib kelib uni ham bir kunda o'ldirib qo'ydim. Qor yoqqan edi, oltachilik qilib ko'chada ham eshitaverdim, uyga ham olib kirdim, forsiga qo'yib qo'ydim. U jonivorni skvozdan olganidan keyin ertalab qarasam oyog'i osmonda yotibdi. Bu ko'zlarimda yosh chiqib ketdi. O'zimcha, o'zi zo'rg'a topgan. Shundan keyin endi konkurslar boradigan bo'lib qoldi. Park Pobedada konkurs bo'ladigan bo'lib qoldi. Park Pobedada. Bu vaqtda mamlakat Berlini yo'q edi. Yo'q. O'sha yoshi katta kinologlar, ya'ni bozor konkurs qilamiz desa bo'ldi. Endi yaxshi qushlar o'shalarda bo'lgan. Boshqalarda bo'lmagan, ular Moskvadan olib kelishadi. Faqat Moskvadan olib kelingan bizga zo'r qushlar. Keyin Kiyevdan, Minskdan olib kelingan. Odessadan bunaqa bo'lmagan. Kiyev, Minskdan Shapiro degan, Kolya degan, mana Basixis, Smetanlar bo'lgan. O'shalar. Ham o'shalardan olib kelishardi. Moskvishlar ham o'zi ham olib kelishardi-yu, ular nimagadir yon berishmas edi. O'zlari qilgandek bo'lib, oxiri mana Basixis Veselnisinni qo'ygandan 2 yil konkursda ham hisoblashmagan. Oxiri iloji yo'q, uniki Basixis dokazat qilib qo'ydi. Malay uslubda sayraydi Veselniy, o'zi asli Basixisda sayraydi. Veselniy. Moskvishlar o'zi qo'llaridan anda dudka qilishuvdi, titita qilib. U yaxshi chiqmadi, oldi qushlar. Naturalliga nima yetsin? Anaqa Basixis bilan men katta stollarda necha marta o'tirganman, Sasha Tupikindan borgan. Moskvada konkursda dekabrda 1-haftasida doim shanba kuni bozor kuni konkurs bo'ladi. O'shacha 5 soyuz kelardi, hamma soyuz. O'zbekistondan ham kelardi, Rigadan kelardi, Minsk, Belarusdan Minsk. Kiyevdan kelardi, Kiyevdan Kolya degan u ham chala jo'gitdi-yu, haqol jo'gitdi. Unda ham yaxshi qushlar bor. Ulardan qushlarni Damir, yana bitta ukamiz ular olib kelishardi. Biz Moskvadan olib keldik. Bizga ham olib kelishardi oldin. Keyin o'zimiz borgandan keyin ilojini qilib, ozgina pul yig'ib olib keladigan bo'lganmiz. Oldin yosh edik, chunki pulimiz yo'q edi. Nonimizni choyimizga yetarib qoladi. Shunday qilib olib kelgan qushlarda oldin traynik bo'lmagan. Rossib, Asyanka, Asyanchi Rossib, bir ikkita sinitsa bo'ldi. Shuni qaytaraverardi. Undan keyin eshitib qoldim, Arboylarni qo'shishdi. Arboylar Asyanka bo'lmagan oldi. Arboyni qo'shishdi. Bittasi Chilozor metroni 6-9 turadigan yigit bordi, o'zi shu olib keldi, 4 kishi borganmiz eshitgan, ko'p qush edi. Rossib, Asyanka, Asyanchi Rossib qaytarardi, keyin sinisi ko'tardi. Ikkita sinisasi bor edi. O'sha vaqtda faqat Basho sinisa bilar ekanman, u Veselniy yo'q edi. Keyin qo'ygan Basix. Ana o'shandan keyin men sekin bularning ashulasini qaysi qushdan olganligiga ahamiyat qilish boshladim. Chunki men dalada ko'p yurganim uchun qanaqa qushlar qanday sayraydi, afsankalar qanday, qay holatda qanday sayrashini bilish kerak inson. Oldin men ham bilmaganman. Keyin qayerga borsam, chunki uchib ketsa ham ovozini sanas anaqlar qo'rqqanda qanaqa uchadi, qo'rqmaganda qanaqa uchadi. Mana masalan, Kuliko sinisa. Kulik yuraveradi. Bir narsaga qo'rqib qolsa, kulik turganida uchib ketadi. U Kuliko sinisa. Shu paydo bo'lgan, uni ham keyin qo'yilgan. Shuna qilib mana oxiri shu rahmat bizni
Toshkentdagi o'rismi, o'ris bo'lsa ham, tatar bo'lsa ham, o'zimiz o'zbek odamlar rahmakam bo'ladi. Boborahim, boborahim. Oldin ular yurist bo'lgan, keyin yurist bo'lgan, oldin sudya bo'lgan Yunusobodda, prokuratura shu odam doim 9 yil birinchi o'rinda olgan Moskvadagi qushlarni olib keladi. Boborahim. Shu odam olib kelganda biz yarim bor eshitadi. Ana unda o'zi keyin biz endi bora olmasdik. Krayni degan narsa paydo bo'ldi. Serebr Rossib paydo bo'ldi. Undan keyin mana Veseniy Sinistlar paydo bo'ldi, Barselona qo'ydi. Paulos Kuliki Smetani qo'ygan. U paydo bo'ldi. Keyin boyitdi-da shularni. Hamma. Kiyev, Minsk, Moskva boyitdi. Ashula. Boshqa hech kim ishlasa qo'shgan hozirgacha. Faqat bo'lmagan narsalarni o'zichasiga qo'shaman deb rasosini chiqarishyapti hozir. Mana masalan, Stavni Kalinalar. Birinchi tirik qushdan chiqmagan narsalar Stavni Kalinasi bo'laveradi. Mana o'zi atboyni. Atboyni afsanki keyin paydo bo'ldi. Atboy bu bir bunday sandonga urganda chiqqan ovoz. Atboyni arsenga qilib o'zlar maydafonda qilgan 9 da yozib 19 da aylantirib ton qilib mayda. Bu atboyni u endi effekti uncha emas unda. Unaqa chiroyli emas-da. Xo'p. Endi Bubinsiros bor. Bubines bor. Bular hammasi gapiriladi. Stavnoy narsalar. Buni qushlar tabiatda sayramagan o'zlari. Sayramagan. Arsenga tabiatda bor. Zahod strij bor. Sinitsalar bor. Mayda sinitsa, katta sinitsa, ana yesenisi deymiz, endi uni o'zbekchasiga nima deyish bilmaysan-a? Tiketamiz endi o'shalar. Biz tabiatdagi narsalarni o'zgartirishga endi kim o'zgarsa o'z haqqimiz yo'q desam bo'laveradi. Men ayta olaman nimaga? Tabiatni o'ziniki go'zal. Mana sinitsalar. Tabiatni saylagan sinitsa qanaqa go'zal bo'ladi. Biz kompyuterda o'zgartirib uni boshqacha qilib tashlamiz. Bo'lmaydi. Mana bu Bensiros biz uni shunday qabul qilganmizmi? Mayli qo'ysin. Chiroyli kalinalar qo'ysin-da, o'sha inson nomini qo'yib qo'yishimiz mumkin, hamma kelishgan holda. Oling mana. Zarqolda oldi. Kuyov. Endi buni qo'yishda hali lesnoyda qo'ydi, addenni qo'yish olmayapti. Mana o'shani ham kuyov degan narsani 3-4 ta qilib qo'ysa oladi kanalga. Lekin lesnoyda bor. Lesnoy ba'zi qushlar diktasida Namanganga eshitdim. Ichida kuyov bor. Qizilishton bor. Keyin yana nima bor? Bir sip etalisnoy kanyok bor. O'zi qushlarimizda saroli hammasi lesnoy. Qanaqasi biz yana lesnoy kalena deymiz. Bitta kalena aniq aytilishi kerak. Har bir kalena ekanini ashulasida kulikosi deysami? Kuli. Kulikimi? Kuli. Zahodda tenglashtirish kerak emas. O'shani qushlar birinchi kulikosini olib qo'yadi-da zahodga. O'zgarib ketaveradi keyin. Rossib qilmasa kulikosini o'tib ketib qoladi. Masalan, mana trayni qildimi? Kuli deyish kerak. Kulikosini, kulikida kuli. Bitta tanamiz qushda. Sinitsasida kuli tez aytsa, endi sinitsa endi. Shunaqa. Oldinlari bizda kulikosini xunuk edi. Hozir ham ba'zi qushlarda bor. Uni ko'pchilik bashosinsiga adashtirib qo'yadi. Uni yaxshi eshitmasa, bashosinsiga adashtirib qo'yib, xato qilganlar ham bo'lgan. Hozir ham bor qushlarimizda. Uni endi ko'p eshitish kerak o'shani. O'zi mana shu joyga endi anaqaga keladigan bo'lsak, o'sha boshlagan paytlaringizda yaxshi qushlar boqib, harakat qildim. Izdandek, olib kirishgan deyapsiz. O'sha barsqislar bilan konkursda ko'rishganman deyapsiz. Moskvada. Test stolda o'tirgan nechinchi yillarga to'g'ri keladi.
80 tur bordim. 85 anavali o'sha ular yutib edi. O'sha 85-yil. Chiqarlarni 85-yil keldim. O'zingiz mana Osmonning nechinchi yildan o'sha Hasan Janabiyev rejalik o'sha kuyi boshi bilan tushadigan qushlarni boqdingiz va chempionatga olib chiqib, Sankiskaga olib qo'ydingiz. 79-yildan boshlab 83-yil bir marta chempion bo'ldim. Treningdan boshlab atboygacha. Dindon yo'q. Dindon keyin o'sha payt bo'lardi, bitta kelganmi? Bitta bo'lganmi? 79da. Keyin yo'q. O'sha vaqtda bordir biz dindon ahamiyat qilmaganmiz-da, to'g'risini aytish kerak edi. Men o'zim Moskvadan bir Ivan Takshiy degan bor. Shundan eshitmagan qushimni olib kelganman. 6 eshitdi dedi, mana 7-chi oy ketyapti dedi. Shu qush atboy olgan ekan. Mana yegorib o'tib ketdi, o'lib ketdi shu. Oldin biz hakamlik qilardi. Bitta o'sha edi. Har zamonda men ana qilardim. Bo'ldi mana sen qushlar olib kelding, o'rgatding, chempion bo'lding. Endi bitta o'zim qoldim, endi davay degan. Oldin bizga Goskon Prirodadan anaqa berilardi, podarkalar berilardi, yorug'lar berilardi. Bu oldin har kim xohlasa qilmagan u. Goskon Priroda ana olib keling ko'rsating, on. Goskon Prirodaning prezidenti Boltayev qo'l qo'ygan, oq ukalar edi. 83-yili. Mana ko'ringlar. Mana hamma ishqibozlik ko'rishganmiz. Mana Boltayev degan prezident Goskon Priroda. U hozir endi klub ochilgandan keyin shu klub direktorlari pechat qilib qo'yadi. Bu butun respublika pechati, mana. Mana tirik pechat bu. Живой pechat deyiladi oldin, fiolet pechat. Boltayev qo'l qo'ygan mana. O'qing qattiqroqsiz. Nima dedi prezident? Председатель. Председатель общества охраны природы. Ana. 1983 yil. Toshkent. Mana shu bu hamma narsa gapirgan gapni dokazat anaqasi bo'lishi kerak. Nima deydi o'zbekchasiga? So'z isbot. So'z isboti. So'z isboti bo'lishi kerak. Mana shu isbot. Men maqtayotganim yo'q, bor narsa. Necha yil o'sha 74-yildan beri только 83-yil chempion. Ungacha qancha qushlarga tushdim. Bu chempion bo'lganingizda diplommi bu? Ha, chempion bo'lgan. Birinchi. Первой степени deb qo'yishim kerak. Vaqt shunaqa edi. Birinchi, ikkinchi o'rin, ikkinchi stepen. Shu orada qancha qiyinchiliklari bo'lgan. Bu orada qancha meni kiydirishgan. Samesni samka berishgan. Men zo'r deb gapga ishonib olaverganmiz. Paka o'zim ashulalarni bilmaguncha men ko'p tushganman. Endi yana shu joyda savol tug'ilyapti, dada, endi ishqibozlikga ham qiziq deb o'ylayman. Nechinchi yillardan o'zingiz mana bo'ldi, chempionatga olib chiqdingiz, chempion bo'ldi 83-yillari. Endi bundan keyin shu klublarga a'zo bo'lish holatlari qanaqa tug'ilgan sizda? Yoki sizni tortishganmi, yoki sulh yaxshi ochilganligidanmi? Yo'q, bu yerda klub oldin bo'lmagan. Faqat bu respublika bo'yicha bo'lgan. Bitta. Единый Goskon Priroda oldin выставка qilinardi. Chexoslovakiya, Bolgariya, Germaniya keladi. Ular Bolgariya, Germaniya meni uyimga keladi. Chunki ular loyiha muazzam bor edi-da. Выставка bo'ladi. Konkurs emas. Shu выставkaning ichida biz konkurs o'tkazdik. Ana o'shda o'sha hakamlik anaqasi o'tirgan yosh kattalar hammani ko'rgan. Kim qanaqa, qanday ahvolda bular, fikri qanaqa, zikri qanaqa. Bunga qarashgan ular. Ko'rgan tanishini, "Mahmudga tanishsan, keldi o'tirib qo'ymaganman." Men u yerga yetib borguncha qancha qiyinchiliklarni, cho'kishlarni eshitganman. O'shaning uchun hozir endi mana baxtimizga hozir magnitofon bo'ldi, keyin kompyuter bo'lgandan keyin qush o'rgatish oson bo'lib qoldi. To'g'ri. Voy, men 5 ta magnitofon o'zgartirganman, bitta ashuladan. Bitta chiqarganman.
Qancha film ketdi, to'g'risida. Chunki men o'zim rosa ko'p anaqalar ko'rganman, qiyinchiliklar. Kanal 2 to'g'risida endi qiyinchilik shu, ashulalarni bilmagunimcha rosa qiynalgan. Qiynalganman. Ko'p pulga bo'lmagan qushlarni olaverganman. Endi kalinalar to'g'risida bo'lsa, faqat yovvoyi qushlarni eshitib shu qaysi qush qanaqa sayrashni ham sal aqlim yetadigan bo'lib qoldi. Rahmat shu Yegorovga yuraverasan endi ashlarni bilsang ham deb yoniga chaqirdi. Boshqalar chaqirmagan. Ular o ikkinchi stipendiyaga turishadi. Bizlarni qo'ygan bahomiz aviakonlar ikkalamiz. Buni baralla ayta olaman. Oldin bitta parkelmanga ham qilishib ko'rdi, o'rchasi klub ochib. Bir-ikki bo'lgandan keyin ham ketdi. Biz yana o'zimiz shunday qolaverdik. Shunday o'tkazurdik. Mana Sulton tirik. Yani hamma gaplarim Sulton tasdiqlab oladi paketini. Endi qolganlar endi keyinchalik boshladi ko'pchilik. Ular bu narsalar bilmaydi. Masalan, sizlar hozir o'sha bo'lgan narsani menda eshitishinglar mumkin. O'sha eshitgan narsangiz birov tasdiqlasa, to'g'ri ekanini o'ylashingiz mumkin. Xudoga shukr, paket Sulton bor. Meni gaplarimni tasdiqlab oladi. Yana Edik aka bor. Bu bizlar kam aksiyada qiladi. Keyin yosh katta yechim biz endi hozir 90 ga yaqinlashib qoldi. Yana nima? Endi shu 80-90% baribir O'zbekistondagi barcha ishqibozlarga, Amerika boquvchi ixlosmandlarga ustoz hisoblangansizda baribir. Shundan hisoblasa rahmat. Hisoblanmas ularni ish. To'g'ri, shunaqa hisoblanadi. Hozirgi kunda shu o'tkazilayotgan konkurslardan, harakatlardan, ko'rinish to'qmi, xursandmisiz? Konkurslar go'zal o'tyapti. Nojoylari ham bor. Uni o'sha o'tkazayotgan odamlar o'zi tushunishi kerak. Men aytsam xafa bo'ladi. Men jahlim yomonroq, urishib tashlashim mumkin. Lekin hamma ham birdaniga yaxshi bilmagan. O'shaning uchun ular ham sekin yetib bo'lguncha aqli yetib qoladi. Lekin kamchiliklar bor. Biz kamchilik hech bo'lmagan. Hamma vaqt o'zini plyus-minusi bo'ladi. Uzoqqa bormaydi. Sovet davrida plyus-minusi bo'lgan, hozir ham plyus-minus bor. Lekin hozir vaqtdagi harakat yaxshiroq deya olaman. Men ko'p azob chekkan bo'lsam ham hozir. To'g'risida. O'shaning uchun hozirgi o'sayotgan yoshlar anaqalar to'rtta kalinani bilib olib, o'zichasiga Amerika yaratish kerak emas. Oldin hamma sayraydigan qushlarni bir-bir eshitib ko'rish kerak. Даже to'si nima sayrashini bilish kerak. Chumchuq nima sayrashini bilish kerak. Silistin nima sayrashini bilish kerak. Kitlar, sinitlar nima sayrashini, qanday ohangda uni razbirat qila olish kerak. Ko'rmasa ham bitta narsa uchib ketsa, falonchi ekan deya bilish kerak. Mana masalan, chibis degan qush bor. U uchganda yibis uchadi. Ana chibis familiyasi nima chibis? Yo'q, men uni tashlab qo'yaman. Xohlasa, krasogorsk oboraman. O'sha guruh uchadi. O'zi yozgi chibis yozdilar. Uchun chibis deydi. Chibis deb uchadi. Mana hozir tushga to'g'ri 10 qo'lda anaqa bor. Ko'rsat qilamiz. O'shani yonida 20 ta 30 uchadi. Bu chibis degan oddiy narsa-da, bu o'sha chibis. Unga ham o'zini haligi nimasi. Mana masalan, tutga keladigan qizil haligi krasnogorsk deydi. U ham o'zchasiga saydi. Даже mayna bir xil vaqtda shini saylab qo'yadi, bash atrofda. Bashkent o'tib bo'ladi. Chumchuqni olaylik. Buni ba'zi chirillashi to'g'ri, ba'zi chirillash to'g'ri. Yoki unda kichkina krapingi deb o'rishsalar endi o'zbekcha. Kerak yo'q. O'sha ham zo'r ruslarni qilib qo'yadi. Mashlarda ham bor. O'shalarga ahamiyat qilib yursa inson bu bo'yimdan o'sha kalin to'g'ri sport qila oladi. Kompyuterga kirib olib, uni tezlatib, pasaytirib, manda qilib
hech narsa zakazat qila olmaydi. U anida katta xolasiga yetsin o'sha qiladigan. Shuni qo'ying, katta xolasiga yetsin. U bu yerda hammasi lab uqmas uni gap ishini. Oldin qushlarni qaysi talqinda sayrashini, qanday ohangda qay vaqtda sayrashini bilib olish kerak inson. O'shaning uchun fahm farosatga to'la insonlar o'shani qila oladi. Bu fahm hammaga bor. Darsdan pul keladi deymiz. Lekin anu odamga qiyin bo'lishni bilmaydi, farosat yetmaydi. Buni ming marta gapirishim mumkin. Masalan, kalinalar. Shunday qattiq qo'yilgan kalina deymiz endi sayrayotganimiz. Kalina o'zi egilgan narsa o'zi. Uni buzishga hech kim haqi yo'q. Buni hamma qabul qilgan. Hech kim haqi yo'q. Qo'ysa chiroyli qilib, maza qilib, qarshi cholaylik. İnson eshitib maza qilsa o'sha ashulalarni, ana u haqiqiy kalima. Munojat ashulaga o'xshagan bo'lsin. Trali trali keldi bo'lmasin-da. To'g'rimi? To'g'ri. Nima u? Estrada bizga kerak emas. Bo'lishi ham mumkin estradan yaxshi. Bo'lishi ham mumkin. No. U maqomda yaxshi ashulalarga yetadigan narsa yo'q. Endi men o'xshatish qilyapman. O'xshatish, ha, to'g'ri. O'xshatish qilyapman. Bu kanalikalar ham bitta ashulani 4 ta kanalikalar 4 xil sayraydi. Yo'q, o'sha kalina bor. Ovozlar 4 xil bo'ladi. Qarang. Bir xil sayramaydi. Biri rosib chiroylasa, birisi gururroq aytadi. Sinisani chiqarayotganda yumshoq chiqarsa, bittasi qattiqroq chiqadi. Bir marta Vysotskiy o'sha xil chiqaradi. Bu ham sinitsa lekin, unga baho qo'yiladi. Nima gapingiz? Dada, sizdan ham savol bormi? Sizlar aytinglar mana to'larga havolan aka. Tarixiy savollardan bo'lsa, Xonadonimizda o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi marta, ikkinchi marta telefon bo'lmadi. Kelganlarga rahmat. Suhbatga olamiz. Mana shuncha xushvoz bo'lib, xush ko'tarib, konkurslarga borib yurgan bo'lsam, shu necha o'tgan konkurslarda sizni shu bosh hakamlik darajalaringizni, hakamlik qilgan jarayonlaringizni ko'rganmizda. Shu hakamlik to'g'risida, hakamlik darajasiga chiqish to'g'risida, hakamlik qilish to'g'risida va suhbatlar qilib bersangiz, bizni eshitib, biz ham shu sizdan keyin mana hakamlik darajasiga chiqib, keyingi mana o'rgatayotgan darslar ham o'tganmizda, hakamlik darajasiga tayyorlayotgan yoshlarga sizdan olgan ma'lumotlarimizni bir yetkazib, yana ham hakamlik darajasiga tarbiyalashga sizdan anaqa bo'lardi. Shu to'g'risida ham bir suhbat bersangiz. Hayrat bo'lsin, ayting. Oxirigacha. Bo'ldi. Endi bu darajani men pulga sotib olganman, yo'q. O'sha talabam qilmaganman. O'sha oldingi eski kinoravodlarga rahmat, yoshi katta. Ulardan 2-3 ta qolgan. Shular meni o'zlari tavsiya qilishib hakamlik anaqasiga ko'targan. Ko'pchilik o'tib ketishdi. Chunki men hakam bo'lishim dakazat qilib qo'yganman. Bilgan bilmagan holda. Dakazat isbot qilib qo'yganman. Agar kimdir sport qiladigan bo'lsa, kelsin. Bo'y allomasi bilan kanalika to'g'risida sport qila olaman. Xudodan boshqa. Shuning uchun oldin o'sha hakam bo'lgan inson yana qaytarib boyam aytganman. Har xil qush sayroqlarini bilishi. Даже xo'roz qichqirishni ham bilishi. Yapon xo'roz qanaqa qichqiradi, bobo xo'roz qanaqa qichqiradi. Oddiy sizga anaqa o'xshatish. Shuning uchun men bir ikkita qushlar bilan chempion bo'lganimdan keyin shu meni shu hakamlikka yoshi katta kanalikachilar o'zlari tavsiya qilishdi. Men 3 ta klub bo'lib qoldi. Men o'ylagandek bo'ldi hozir. Allohga shukr 3 ta klub endi bir-biri bilan borib kelib yuradi. Lekin aynigan o'zi pastda qolib ketaveradi. Bu
nima deydi? Isbotlangan narsa. Qo'ziqorindan yomg'ir yoqqanda chiqadi-da, quyosh chiqishi bilan ish bo'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. Yomg'irdan keyingi chiqqan qo'ziqorinlar nima qilmaydi, iltimos. Yaxshi bilinglar. Mana siz hakamlik darajasi 700. Har bir qush ovozini eshitishga harakat qiling. Bu meni sizga maslahat. Boshqa nima deyman? Bor narsa shu. O'shaning uchun bu meni hakamlik chiqishga men 5 yil 6 yil ajraldim. Loqchilarni olib chet ellarga borgandagi ajraldimda. O'shanda bir ikkita ukalarimiz o'zlarichasiga manda qilishib, yo'q narsalarni qo'yishib, yo keyin hammasi Xudoga shukr 2003-yilda yana joy-joyiga qo'yilgan. Mana endi hozir klublar ko'p, yosh ukalarimiz chiqdi, mana sizlar hammanglar o'z joyida. Endi plyus-minus bo'ladi. 5-10 ball skachovlar bo'ladi, anaqalar. U tabiiy narsa. Hech qachon hayotda kompyuterda bundoq bo'lmagan. O'shaning uchun hakamlar hech qachon sport qilmaydigan so'z chiqqan. U eshitganmi yo'q? Shuning uchun men maslahatim o'sha eshitgan narsalarni yozinglar, noto'g'risini yozmanglar. Noto'g'risiga bu kalenda emas. Bu qo'yilgan narsa, lekin mayli qush o'tgan uchun qo'yib qo'ydi deb dokazat qila oladigan bo'linglar. Shu boshqa masala. O'rinda sizga ham savollar. Endi mani savolim nimada? Mana atmosferani ko'ryapmiz. O'sha yoshlikni mana men eslagan holatimda ustozlarning uyiga borib, mana juda oldingi qushlarning hammasi yog'och qafasda bo'lgan. Xuddi o'sha atmosferani yurgan yo'limdagi endi nima deysiz, Mahmud aka? Hozir Moskvaga borib qushni olib kelish, boqish, parvarishlash kerakmi yoki o'zimizda ko'pmi? Eng zo'r qon qushni o'zimizda O'zbekistonda. Ben bu boyunlu spor. Ana bir tane Tojikiston'da umri o'tgan bir chibis degan odam, o chibis degan qush bor. Nima uchadi? O'sha odam hamma bolalarning miyasini zaharladi. Hozir Moskvaga uni ko'tiga tepdi. Chetroqda yurdi işte. Yolg'on, eshitdingiz chetroqda yurdi. Lekin biz baribir esda qoldiramiz. Moskvani birinchi kanalga ashlalarni chiqargan insonlarini hurmat qilamiz. Hozirgacha ham. Men o'zim o'sha insonlarni hozirgacha otlarigacha hammasini bilaman. Masalan, Zahod Muslanov qo'ygan. Lekin u odam ko'ra olmadi, o'lib ketgan. Sergey Rostovskiy, Nikolay Ivanovich degan bulug'in odam, главный sudya Soyuz bo'lgan. U qo'ygan. Chunki u denejli palata mali pul anaqilardan joyda ishlar ekan. Manetni yana dvorda ishlar ekan. Bu hali serib tushgan ovozlarni eshitgan. Lekin siviristil o'xshatib saylaydi. Siviristil bormi? Ham kimliklar. Toshkentda qishda bo'ladi. Hozir ketdilar. Ana shu u qo'ygan. Besenlik mana yana qaytarsin. Basix dokazat qilgan qo'ygan. Kuliki Kulikoysinisani Rubensi Rostovni Pavlis Kulikni Smetanin qo'ygan. Men u odamni ko'rishganman. Agar yolg'on gapirsam, men alhamdulillah musulmonman. Unaqa yolg'on gapirish yomon ko'radigan odam. Ehtimol qay vaqtda gapirgandirman-u, endi Xudo o'zi kechirsin. Endi hozir yolg'on gapirish bizga emas. Endi Vesensislarni mana Basix qo'ygan. Lekin bilmayman kim Dindonni qo'ygan. Arboyni kim qo'yganini esimdan chiqdi. Bilardim kim qo'ygan esimdan chiqdi. Buni tan olish kerak. Bu islomli kalendlarni boshqa odamlar qo'ydi. Lekin haqiqiy tabiat parrandasi degan qushlarni ashman yetgan insonlar qo'ydi. Lekin muzlarni ko'rmaganman. Rahmat shu odamga, ko'rmasam ham, xristian bo'lsa ham, Zahod trayni yegan degan narsani shu inson kirgizmay chiqadi. Bu oson narsa emas. Bizni bitta qonunli konstitutsiyasi degandek shkalamiz bor-ku, shunga kirgizish u hamma tan olish kerak uni. Tan olish kerak. Hamma klublar tan olish kerak. Hamma uni tanamasa u nol-ku. Nol. Lekin bizda hozir shu kalendarni, islomnoy kalendarlarni hozirga olib borilayotgan
konkurslardagi barcha narsalarni qo'yilgan. Mana jurilar hammasi yig'ilgan holatda, mana shu hozir aytdingiz-ku, 3 ta Toshkentda 3 ta klub bor. Shu 3 ta klub jamoalari xuddi o'sha Samnoy Kalenani, Ovsyanniy Napevdagi olingan qonun qoida bir xil. Jo'randi o'tani savollariga javob beryapsiz. Sizni hozir gapirgan gaplaringiz ayni hozirdan maqsadga muvofiq bo'lib qoladi. Siz bilan o'sha eski ishvozlardan intervyu olamiz, YouTube'ga qo'yamiz, Instagramga qo'yamiz, ko'rsin, ma'lumotlarga ega bo'lsin degan narsalar borda. Shunda hozir sizni javoblaringizdan biz mamnun bo'lgan joyimiz, tartibda qoladi degan narsamiz. Qaysi kalinalarni qaysi odamga qo'yib bergan, hammasini aytib o'tganlaringiz juda manfaatli javoblar bo'ldi. Endi kaleni qo'yib tasvirlash uchun buni qushda ko'rsatish kerak. Men bitta kaleni qo'shmoqchi bo'lsam, bitta qushni o'rgatib, ommaga ko'rsatib, tasvirlasam o'shanda qo'shish kerak u kaleni. O'zgacha kompyuterga qo'yib olganda qilib, vahma qilish yo'q. Kim u? Baltun. Lapuq deydi unaqa. O'zi aqli yetmaydi-da, odamlar ishontiraveradi. Ularga ishongan odam ham lapuq. O'shani gapiga ishongan odamlar ham lapuq deydi ular. Ko'ringan quloq solib. O'zi bilish kerak uni. Ozgina. Masalan, bitta kalenani men o'zgartirib, men buncha men qildim desamda, hamma ishonadi. Unda qanaqasi bo'ldi? Xudoga shukur shuvasiga kirguncha yolg'on gapirib 10 ta kaleni qo'ysam ham bo'laverardi. Lekin u menga emas. Chunki men hali bitta kalenani shkalaga qo'shganim yo'q. Qo'shmoqchi bo'ldim, lekin qo'sha olmadim. Qushlar yaxshi yaramadi. Biz tan olish kerak. Kompyuterni chiqarib olib qo'yib bo'ladi, dakazat qilaman, u bu qilib. Kim u? Maqtanchoqlik u. Alim aytdim u maqtanchoq. Men aytsam, siz aytasiz. U dakazat qilsin qushda. Qushni qo'yib qo'ysin. Mana u ishonmaganlar, men shu kalenani qushga qo'ydim. Lekin u kaleni insonlarga yoqish kerak. İnsanlar o'sha kalenani mazza qilib eshitishi kerak. Garmdonni yeb turib, "Voy, shirin ekan" deysin. Hayotda etmaymiz, to'g'rimi? Garmdori. Novvatli choy sevdim bo'lsa-ga. Yoki bitta